43500 ga 4 sotuq shaharning qoq markazidan 4 sotuq yer va 2 xonali xonadonni ham bor. Ketdik obzorni qilamiz. Xo'p, kirib kelish eshigi, fasad tomoni 15 metr, ko'z joylari ham bor o'zgina. Mana bu hovlisi, 3 sotuq hovlisi, bu yerga ana bu xonadonlarga, o'z xonadonlarga kiramiz. Azlar eski kvartira, visokopotolочный 3,5 metr. Xo'p, bu yerga qayta qurilishlar, qayta remont qilyapti egasi. Mana bu yerga 2 xonalik oldin edi. Mana bu 2 xonalik uy va ana bu yerga e'tibor beringlar. 1, 2, 3 ta deraza, derazaning orqasi ham hovli bor, yarim suti hovli bor. Hozir orqaga o'tamiz. 2 tomonlama 2 ta uchastik qilib bo'ladi. Mana bu orqadagi ko'chalari, mana bu 3 ta deraza, 1, 2, 3 ta deraza va ana bu yerga yer maydonchasi 7 ga 7 примерно va ana bu ko'cha alohida 2 ta uchastik qilib bo'ladi 2 sotuqdan. Mana bu hamsoyalar hammasi uchastik qilgan. Demoqchiki, 2 ta 2 sotuqdan bemalol 2 ta uchastik qilib bo'ladi. 43500 hamyonbop. Lokatsiyasi вообще bomba. To'rgaz orientir, stadion, eski stроитель, hozirgi Umid stadion. Bittamiz ko'chamiz, sentralniy ko'cha, shahar soliq, Buxoro City, 3-proyekt Buxoro Citydan. Mana bu ko'cha, закрытый ko'cha, tinch ko'cha azlar, ko'chalari. 43500 ga. Всех от души уважаем. Telefon qilinglar, Всех от души уважаем. Center g'orida.